o'qiyman. Yozda sensorikaga boraman. Kompyuterga o'rganaman. Dasturchi bo'laman. Kelajakda katta odam bo'laman. Ko'rdinglarmi? Katta odam bo'laymiz. Ha, maktabim tugadi. Ta'tilda nimalar qilmoqchisan? Menda hozirchalik reja yo'q. Ha, Sanda-chi? meni rejalarim. Chiroyli dam olish. Mazza qilib olaman. Ha, Javohir, yana kompyuter o'ynayapsanmi? Assalomu alaykum onajon. Kanikul bo'lsam-ku uyga ham maqlaman, zerikaman-da. Shunday bo'lishini bilganim uchun seni sensorika o'quv markazini kompyuter kurslariga yozdirib kelganman. IT yo'nalishini o'rganasan. Yana o'qishmi ona? Kanikulda dam olmoqchi edim. Dam olaman deysan, san tengdoshlaring zamonaviy kasblarni o'rganyapti. Ertaga ertalab soat 9 dan darsga. Vaqtdan unumli foydalangin. Tushundingmi? Xo'p ona, xo'p, tushundim.